Bugungi kunda eng kuchli tarkiblardan biriga ega bo'lgan Portugaliya terma jamoasi jahon chempionatida chempion bo'lish uchun asosiy da'vogarlardan biri. Ha, buni bemalol ayta olamiz, bunga tarkib javob beradi. Demak ketdik darvozaga. Diogo Costa bu mavsum Portugaliya chempionatida chempion bo'ldi Portu bilan. Himoya markazini men Ruben Dias va Gonzalo Inasioga topshiraman. Plyus tarafi Ruben Dias o'ngga yo'q, Inacio esa chap oyoq. O'ng qanotda Joao Cancelo, chap qanotda esa Nuno Mendes. Umuman olganda o'tgan mavsum ham bu mavsum ham anchagina stabil o'yin ko'rsatmoqda. Ayyoramizning eng kuchli yarim himoyasi deb atalayotgan yarim himoyaga o'tamiz. Portugaliya terma jamoasining eng katta ustunligi ham aynan shu pozitsiyada. Demak, ikkita tayanch qo'yamiz. Ikkalasi ham Paris Saint-Germain vakillari Joao Neves va Vitinha. Va uchinchi futbolchi hujumkor yarim himoyadagi menimcha jahonning eng kuchli yarim himoyachisi Bruno Fernandes. Endi esa hujumga o'tamiz. Dastlab Vengerlardan boshlaymiz. Chap qanotda Rafael Leao. Qanotda esa bu mavsum Al Nassr safida fantastik o'yinlar ko'rsatgan, gol va assistlar bo'yicha Ronaldodan keyingi o'rinda turadigan Joao Felix. Markaziy hujumda esa albatta Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo Portugaliyaning asosiy futbolchilaridan biri.